800 ming? 800 ming? U shuncha pulni qayerdan topdi? Sizga kim o'tkazdi? Qanaqasiga axir? Bu butun uyga yetadi-ku, ha? Bu rostdan ham eringiz joyangchangdanmi? Bu mukofot emas. Klinikaning puli ham emas. U yerda atigi 79 ming yuan bor. Demak, bu 800 ming kim bo'lishi mumkin? Axir ularda buncha puli yo'q. Unga umuman pul bermasliging kerak edi. Bechora qizim, atigi 10 ming yuan uchun qanday qiynalganini ko'rmayapsizmi? Qanday jim qarab tura olardim? Hammasiga o'zi aybdor. Tanlagan yigitiga rozi emasligimni aytgandim-ku. Lekin u Janshenga turmushga chiqdi. Endi uning hayotiga qara. Butun mamlakat uni internetda masxara qilyapti. U oilamiz sha'niga dog' tushirdi. Bu nimasi axir? Bo'ldi, 3 yil o'tdi. Rostdan ham u bilan aloqani butunlay uzmoqchimisiz? Men bu shouni qo'llab-quvvatlayman. Lekin seni ogohlantiraman. Jiyanga hammasini yashirincha aytishga jur'at qilma. Qizimiz eri kim ekanini o'zi tushunib yetsin. Mayli, qo'yingchi. Nimalar bo'lyapti, ko'ramiz. Menga kredit kerak emas. Naqd pulga olaman. Aha, yaxshi. Bor, rasmiylashtir tezroq. Xato yo'q. Buning ko'chmas mulk ma'lumotlari. Lekin qanaqasiga axir?